Do'stlar, ko'pchilik YouTube'da qanday qilib yo'nalishlarda videolarni tayyorlashdi yoki bo'lmasam YouTube kanallarida ochishdi va shunga o'xshash hamma o'rgatadigan narsalarda shunaqa videolarda o'rgatish ko'payib ketgan. Lekin ularni qanday qilib yaxshi yo'nalish bilan yomon yo'nalish, shu o'rganayotgan yo'nalishlarni qanday ajratib olishdi va qanday qilib shunaqa kanal ochgandan keyin yaxshi yurib ketadigan yo'nalishlar tanlashni o'rgatishmaydi. Bugun men sizlarga hech qanaqa kanal ochish yoki prosmotr oshirish, qanaqadir yo'nalishda montajni tayyorlash emas, bugun qanday qilib sizlar bilan birgalikda yo'nalishlarni ajratish haqida video ko'rib chiqamiz. Bugun yaxshi yo'nalish bilan yomon yo'nalishni qanday qilib farqini topishda va trend bo'layotgan mavzularda o'rganib olishda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda biz yomon yo'nalishlarda qanday bilib olishimiz mumkin? Birinchi o'rinda bizda turli xil bo'lmaga ajraladi. Mana bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi bu yerda tushuntirishni boshlayman. Bu yerda haddan tashqari keng mavzular. Bu nima degani? Bu bir kanaldagi turli xil yo'nalishda ish yuritish degani. Ya'ni bu do'stlar bitta kanalda turli xil, masalan bir kun yangiliklar joyladingiz, bir kun tarasso, bir kun split toilet kabi yo'nalishlarni umumiy qilib joylab tashladingiz. Bu esa kanalingizda o'chib ketishiga va IP adres zararlanishiga olib keladi. Bu esa birinchi eng yangi sabablardan biri yomon yo'nalish tanlashni va kanalingizning yurmasligining asosiy sababi. Keyin esa faqat mavsumiy mavzulardan foydalanish. Bu esa do'stlar trendlardan foydalanishlar, ko'p odam trend deydi. 2016 trend, 2020 trend deydi. Ba'zilar mana masalan tariq so'p, skibidi toilet, coffee McQueen kabi brainrot yo'nalishlar deyiladi. Bu esa bolalar uchun ham hozir katta zarar olib kelmoqda. Va do'stlar bu hozirda Manchester o'chib qolish muammolari, apellyatsiya muammolari va adsensiyalarda o'chib ketishi, nima deydi, IP adres buzilishi sabablariga olib kelmoqda. Masalan, tariq so'p o'ziga ham oladigan bo'lsak, tariq so'pda masalan coffee dansiya videolar ishlatasiz, coffee dansiya videolarni faqat sizlar ishlatmaysiz, u yerda millionlagan odamlar ham olib ishlatishi mumkin bo'ladi. Va masalan vaqtida trend bo'lgan o'zim ham normalniy aktiv qilgan coffee McQueen yo'nalishi bor edi va bu ham vaqtinchalik yo'nalishlar deydi. Tariq so'plar masalan so'pda ham trendlarda o'zi trendga tushmaydi, lekin trendlar almashib turadi. Skibidi toilet ham tushdi, hozir ham endi tushishga ketgan, umuman prosmotr olish nima deydi, ehtimoli kam. Endi esa bu ikkinchi kattaroq muammoimiz bo'ladi. Shulardan qochishga harakat qilinglar. Endi esa manfiy huquqi xavfi yuqori bo'lgan sohalar, bu yerda men bitta ikkita joylardan namuna keltirganman, lekin bir nechta joylar mumkin. Masalan, birovlarning filmlarini kesib montaj qilish, kliplarni joylash, bu yo'nalishda ko'rish bo'lishi mumkin, lekin YouTube aksariyat hollarda real content deb manchasi bermaydi va ko'p mehnat vafot bo'ladi. Albatta faqatgina birovlarning filmlarini kesib olib shunday joylab olish emas. Xuddi mana shu tariq so'p, skibidi toilet kabi kontentlarda ham qilsanglar shunday manfiy haqiqiy yuqori bo'ladi va real content degan holatda sizlar monetizatsiyalar o'chmaydi. Chunki asosiy kontentning sababchisi bu boshqa odam bo'ladi. Masalan, tariq so'pda ham yaratgan odam coffee dansiyalar videosini qilgan odam o'zini yaratuvchi bo'ladi. Skibidi toiletni dafuq boom degani yaratadi. Mana shuni ham demak bular o'zingizlar yaratmayapsizlarmi? Demak sizlarga real content degani ehtimoli katta. Hozir mana shu McQueenga ham qilsanglar ham baribir yurishi ham ehtimoli bor, lekin o'zining kompaniyasi yana apellyatsiya tashlab yo'q qilib monetizatsiyani o'chirib olishi ehtimol baland. Va Masha Medved degan narsalar bor. Aslan juda yomon hozir. Masha Medved multfilmdan foydalanishdan vashe muammosi ko'p. Любой yo'nalishda ekspertlik yetishmaydigan murakkab sohalardan ham bunlardan ham qochishga to'g'ri keladi. Faqat bu ko'p ekan deb o'zi tushunmaydigan moliya yoki IT sohasida sun'iy intellekt yordamida sifatsiz videolarni qilish va tomoshabinlarni samimiylik va chuqur bilim yo'qligini darrov seziladi. Bu esa ko'plab odamlar adashadigan, hatto o'zim juda ham darsliklik qilib tashlayman deb o'ylaydi, lekin sun'iy intellektdan qilgani bilinib qoladi va bu esa prosmotrlarning olmasligi, shu bilan birgalikda ko'rsa ham ishonchsizlikka olib keladi. Pul ko'p kelarkan deb hamma narsani olib ketish kerak emas. Oz pul bo'lsa ham, lekin o'zingiz biladigan, o'zingiz qiladigan narsa yaxshi. Endi do'stlar, yaxshi yo'nalishlarni qanday ajratishni o'rganamiz. Yaxshi yo'nalishlar mualliflik kontenti birinchi o'rinda eng oson boshlanishdan bo'ladi. Kamera qarshisida yoki ovoz orqali muallif o'zi shaxsiy ko'rsatadigan yo'nalishlarni odamlar mavzuga emas, insonga erishishni boshlaydi. Bu esa sodiq auditoriyaga degani. Ya'ni bu aynan kameraga o'zingiz tushishingiz shart emas, ovoz bilan menga o'xshab yoki har xil odamlarga o'xshab chiqishingiz mumkin. Masalan, kino tahlil qilib chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz betingizni ko'rsatib kameraga, xohlasangiz ovozingizni o'zini kamera ekranida bo'lsa, har xil kino lavhalar, shunday qilib ko'rishingiz mumkin. Endi evergreen yo'nalishlar qilinishi kerak. Evergreen degan doim qidiriladigan, doim trenddan tushmaydigan yo'nalishlar. Bu doimiy ko'riluvchi yo'nalishlar, gaming yoki shunga o'xshash yo'nalishlardir do'stlar. Endi bu ham juda ikkinchi qadamlardan biri. Ikkinchi shuni agar birinchisidan o'tsalar, ikkinchisiga qilishlar kerak bo'ladi. Endi do'stlar, bunaqa narsalarni ko'p Telegram kanalda bir 10 ga yaqin shunaqa ma'lumotlarni tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimizdan shu videoning tagida bo'ladi. Endi do'stlar, sizlarga yo'nalishni tekshirishning amaliy formulasi sizlarga mashq bo'ladi, uy vazifa bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, bemalol chatlarimizga yozib qolishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bosqich o'zingiz tanlagan yo'nalish bo'yicha 30 ta video test qiling. Ya'ni bu degani o'zingiz tanlagan yo'nalishni bitta daftar oling yoki bo'lmasa Google Docs deb Chrome'da qidirasiz yoki shunga o'xshash narsalar qiling va 30 ta video mavzusini qog'ozga yozing. Agar yoza olsangiz, demak bu trend bo'ladi. Ya'ni o'ziga yaxshi yuradigan kanal bo'ladi. Agar 10 ta degan 10 tadan keyin to'xtab qolsangiz, bu sizning yo'nalishingiz yaxshi emas, tezda charchaysiz degan. Ya'ni keyin qidiruv hajmini tekshirish kerak. YouTube'da o'zingiz oid sohalarni yozib ko'ring, chiqqan videolarni ko'rilishi qanday. Oxirgi 3 oyda 6 oyda yuklangan video kamida 10-20 minutda o'rtasi ko'rilayotgan bo'lsa, demak bu mavzuda bozorda talab bor. Agar bundan kam bo'lsa, 1000-2000 bo'lsa, 3 dan 6 oy ichigacha, demak bu qilish yaxshi emas. Raqobatchilarning tahlili, shu yo'nalishda 3 ta eng katta kanalni toping va ularning eng ommabop videolarini ko'ring. Shunga o'xshash videolarni qilishga harakat qiling, sifatliroq, boshqacha rakursda va qanday qilishga olishingizni o'zingiz tekshirib boring do'stlar. Rejalashtirib oling. Do'stlar, bugungi video shunday bo'ladi. Agar biror narsa tushunmagan bo'lsangiz, bemalol Telegram kanalimizga o'tib, adminlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.